أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlarimiz, bu qatimki dersimizga yana xo'sh kelibsizlar. Bizdeki bu qatimki dersimiz hajniki, yani türleri. Men mushniki ustida to'xtalamiz. Meni oldingi darsimizda meni haj degan qanday ibodat, hajni qanday kishilarga farz bo'ladi. Undan keyin ihromni qanday nada bog'laymiz, undan keyin yani hajni qanday qilamiz degan mazmunda to'xtaldik. Meni oldingi darsimizda meni hajni shu ihrom bog'lagan tortib ta tugagan qadar meni hajni qanday qilamiz, meni Qur'on, hadis, sunnatga asosan bunun ustida to'xtalgan bo'ldik. Men bu to'xtalgan bu hajniki o'zi haj ifrat. Asli haj 3 qism bo'ladi. Ulamolarimizniki meni taqsimotda, ya'ni bo'lishga asosan. Endi birsi haj ifrat, yana birsi haj tamattu, yana birsi haj qiron. Mana oldingi darsimiz degan shu miqotda mana ihrom bog'lab, shu bog'lagan petimlar mana shu haramga kelib, haramda kelib tavob qilib shu yana 8 kuni yani Minoga chiqib, shuningdan 9-10 kuni haj faoliyati qilib tugatganning o'zi bu umr qilmay, mana bu haj ifrat bo'ladi. Ya'ni haj ifrat degan gap yolg'iz hajni qilgan ibodat bu. Yalğız birla hajni qilgan, unuga ömrni qo'shmagan mana bu haj degan gap endi. Endi bu haj ifrat qavu, haj qiron qavu, haj tamattu qavu uni bilmay turib, u choniki o'zida shu ihromga, yana shu miqot kirib, ihrom bog'lab haj faoliyati to'liq bir shaklda qilsaqmi u chon o'zida mana bo'laverdi. Asli bu bir ibodat bo'lgan ekan, umrda bir qatim qilingan, mana farz ibodat bo'lgan ekan. Asli bu ibodatniki mushundoq mana qoida usullariniki o'zini to'liq bir shaklda mana bilib tushunib qilganimiz bak afzal bo'ladi. Bu bir ya'ni har yilda qilgan yoki oyda yoki har kunda qilgan bir ibodat emas. Bu umrda bir qator qilingan ibodat. Ya'ni umrning ichida bu odam bir qator shu hajdan iborat bo'lgan shu shartlarni, sabablarni o'rindigandan keyin shu hajni qilsa, ömrünün içinde bir qator qilsa bu farz ado bo'ladi. Uni deyki qilib qolgan bo'lsa, u sunnat yoki mustahab. U mustahab bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin ma qatim qilsa, endi bir qatim qoladi degan bo'lmaydi. Unda bo'lgandan keyin bu hajniki faoliyatdagi o'zini nihoyat to'liq bilib oldirmay, mushunda o'qibchi qilishchi kerak. Endi hajniki qismlari dedik. Meni hajniki mana ifrat shaklda bo'lgan hajniki o'zini oldingi darsimizda bu deb yutildi. Endi hozirgi hajniki o'zi haj tamattu. Mana haj qiron. Mana bu haj tamattu. Aslida haj ifrat degan mana bu umrni aralashtirmayla faqatla hajniki faoliyat qilib ketgan haj ifrat. Umrni birlashtirgan, ömür bilan billa haj faoliyatini odamning o'zi yo haj qiron yoki haj tamattu bo'ladi. Andan o'g'anikin ömür degan nima? Mana ömür ibodat degan nima bo'ladi? Oldi bilan buni o'qib o'tishimiz kerak. Mana bu ömürning o'zi bu qanday bir ibodat? Ömür aslida bir sunnat. Ba'zi ulamolarimiz mana vojib deganimi bor. Ya'ni sunnat. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zidagi sunnati va so'zi va qiligi orqali mana bergan bir faoliyat degan shu gap bo'ladi. Mana bu sunnat bo'lgan bir ibodat bo'lganki bu umra. Mana bu umrniki o'zi qandoq? Men umr ibodat qandoq bo'ladi? Buni bilib olish kerak. Mana umrdan iborat bo'lgan bir ibodat faqat 4 narsa bor. Birisi ihrom bog'lash, tavob qilish, sa'i qilish, shuningdan yo beshini tushirish yoki qisqartish. Men mushu 4 xil ham niyatma bo'ladi. Men mushu 4 xil narsani qilgan bo'lsa, u odamning o'zi umr qildi degan ishni tugatgan bo'ladi. Men bir ibodatni tugatgan bo'ladi. Ya'ni u odam meni miqot qilib ihrom bog'laydi. Ihrom bog'lagandan keyin undan keyin haram kirib, meni tavob qiladi. Mana
Kabe'ninki etrafını 7 kata aylanıdı. Yani tavafını qandaq qilishini dedik. Ashunga o'xshash. Undan keyin u odam u yerga chiqib, keyin Safa bilan Marvaniki orlig'ini 7 qata meni sa'i qilib mangdi. Buni qilib bo'lgandan keyin u odamniki o'zi undan keyin yo 5ni tushirdi yoki chechini qisqartdi. Meni bu umr bo'lgan bo'ldi. Meni umr ibodat degan mushu. Mushu bilan umr ibodat tugadi. Bu sunnat ibodat. Meni sunnat bir ibodat yoki vojib bo'lgan bir ibodat. Endi bu ömrünün gözü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki meni hadislarda nayt tarixib qildi. Meni bu ömür ibadetdeki üzerine bir adam Ramazanda kısa meni haj qilgan o'xshash savob berdi degan mazmunlarda va uni da boshqa men u yildan bu yilgacha bo'lgan gunohni afo qildi, yo'q qildi degan mazmunda hadislar çok bor. Endi bu ömür ibadetdeki üzerine yilniki hammasi qilsak durust. Uniki ma'lum bir vaqti yo'q. Falan vaqt qilamiz, uni vaqt qilamiz deydigan bir nima yo'q. Buniki eng afzal vaqti Ramazonda qilish. Mana bu to'g'ri Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadisi bor. Ammo uni qilsak makruh bo'ladigan mana vaqti bor. U qavi yildan boshqamiz qilsak bo'ladi. Lekin makruh qilsak bo'ladigan gap, ammo qilsak makruh bo'ladigan bir vaqtlar bor. U qavi bo'lsa, men Arfat kuni, Nahr kuni, ayyomut tashrik deydi. Men mushuk kunlarning o'zida mana Arfat kun, ya'ni Zilhijjaning 9-kuni, 10-kuni, 11, 12, 13. Mana shu 4 kunninki ichida qilishniki o'zi umrni bu makruh bo'ladi. Bu 13-kundan keyin o'chan o'zida qanday qilsak, qaysi vaqt qilsak, o'chanimizda vaqtimiz yetgan qadar imkon bo'lsa qilsak bo'ladi. Lekin Ramazonda qilganimiz nihoyat nima u afzal. Endi bu ihrom bağlı deydigan gap, o yerda labbeyk Allahumma labbeyk mana buni deydigan gap. Labbeyke bi umratin Allahumma taqabbelha minni deb mushtaq ihrom bağlaymiz shu miqatga kelib. Bu yerda ihrom bağlagandan keyin uçaniki o'zida labbeykin o'qish kerak bo'ladi. Mana kerak bo'lib shu miqatni tatib, shu tavaf sa'i qilgan tatib haram kenglik bo'lgan orliqda bu talbiyani, ya'ni labbeyk Allahumma labbeyk Lebbeke la şerike leke lebbek innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek diyen benim muşinçi okuydum. Benim bu adam şundan harem keldi, mene ömre ibadeti kıldığı adam harem kirip tavapını şu hacir esveti başlayan vaktin üzü da uçandı lebbekim toxtudu. Onun deyken mene tavak boğuşilek, sayık boğuşuk bunu okumaydı. Şundan tüküdüdü. Bunun mene ömre ibadetten boğan mene bu ömür ibadetin bo'lgan bu ibadet şuna tugaydi bu ömre. Bu ömre. Endi bu ömrüniki o'zi mena haj ifratda bu ömrü yo'q. Bu yer ihramdan chiqadigan bunda bir ish yo'q. Endi haj tamattu bu degan nima? Asli haj tamattuga manfaat foydalagan mena haj degan gap. Ya'ni u odamning o'zi haj qilaman deb bu odam shu uydan chiqib bu odam ikki ibodatni qilib oldi degan gap. Foydalib yani bir işte iki faydalı dediğin gap. Yani birisi ömür, yin birisi hac. Yani iki ibadetin üzerine kıvaldı şu bunun ismi ne deydi ona? Hac temettu deydi. Şuna diğerlik için bizdeki Hanefi mezhepte hac temettu afzal. Yani hac ifrat mı duruz? Hac kıran kısmını buluverdi. Lekin qaysi yaxshi diğerlikniki üzerine hac temettu qilgani da nayt yaxshi deb nima qiladi bunuga qaraydi. Bunu qisahmaydi, bunu qisahmaydi. Lekin bizdeki Hanefi mezhepte hac temettu imkan bo'lsa bunu bilsek, uçan yüzde bunu qilganimiz yaxshi. Endi bu hac temettu degan nima? Meni abiyam, meni ömrünü bulduk. Bu hac temettu degan ninki sifati o adamning o'zi shu miqat kelgan vaqt o'zidan mana bu hac oylarida, hac oylarining o'zi hac oylari mana Shavval, Zulqa'da dedik. Men mushu ayda bu adamniki o'zi ömürge ihram bağlaydı. Ömürge ihram bağlab, men ömürge ihram bağlaydı, o hajga emas. Ömürge ihram bağlab, bu adam meni haramga kelib, haramda tavaf qildi, sa'i qildi, meni 5ni tushirib ihramdan chiqdi yoki qisqartdi. Ihram chiqdi, bu ömürniki ishi tugadi. Tugab bo'lgandan keyin, andan keyin bu adam ihramdan chiqdi. Men ömrünün payını tügetti.
hac aylarındaki işi demişler ihram bağlap, şu işini kılıp, ömürlük palisi, öbürdeki mine palişutti, bunu tüketti. Tüketkendiğin ki, o adam andaki 8. günü, yani terviye günüdeydi, 8. gün şu turvatkan yani üzüden, mine hacge ihram bağlap, 8. günü ettigende nemigi minağı çıkıdı. Minağı çıkıp bu yerde, mine 5 vaxt namazını okup, ettigende, bamdat okup boğandayken, 9. günü, men Arpat qarab chiqdi. Men Arpat qarab chiqdi. Mana bu odamning o'zi mana umri qon bo'lgandan keyin umri chiqqan bo'lgandan keyin 8-chi ihrom bog'lab endi ayaga minaga chiqdidik. Ammo 8-kundan burun, ya'ni 7-kuni yoki 6-kuni ihrom bog'lasak, uçanımı bo'ladi. Uçanın o'zi bu texi afzal. Chunki u odam mana ihrom bog'lab, ihromning ishiga kirib, tayyorlik qilib, ibodatdan to'g'andan keyin bu texima mana bu yaxshi bo'ladi. Şunun bilan bu adam qolgan ibodatlarning o'zini hac ibodatlarini hac ifrat, yani başta aldıq dersimiz degandek, shundoq ibodatlarni mana bu adam çok qildi. Mana qilib, ondan keyin u adam 8 uya chiqdi, Arpatga bordi, Arpatdan ondan keyin kun o'ltirgan vaqt Muzdalifga keldi, Muzdalifda yotdi, undan keyin o adamning o'zi mana Minag'odi birinchi shayton tashatdi, uni qurbonlik qildi, unidagi 5-chi tushidi, undan keyin haramga keldi, haramga kelib bu adam, ya'ni tavob ziyoratdan iborat bo'lgan bu tavobni qilib, bu odamning o'zi bu yerda nima qildi desa, u yerda undan keyin tavob qildi. Tavob qilgandan keyin oldiq 3 tavobda mana ramni qildi, agar imkon bo'lsa, hozir odamchiq unda qilish imkoni yo'q endi. Mana rasmiy popol askardek mushtaq mavdu. O adam men Safa bilan Marvaniki orlig'ini say qildi. Say qilib, shuningdan u adam ihromdan chiqdi. Men ihrom kichik ihromdan chiqdi. Bu ihromdan chiqqan vaqt yuzida bu adam haj tamattu qilaman deb niyat qilib qandan bir qo'yni qurbonlik qilish vojib bo'ldi. Chunki u adam men ikki paydini olgandan keyin uchan yuzida bu adam qur'onlik qilish men vojib bo'ldi. Agar bu haj tamattu qilgan odamning o'zi qurbonlik qilish imkoni yo'qkan, ya'ni pul yo'qkan, ya'ni iqtisod yetmaydigan u yerdan nima qilishga, o'shan o'zida bu odamniki 10 kunlik ro'za tutish vojib bo'ladi. 10 kunlik ro'zasining o'zi mana 3 kunni hajniki faoliyatiniki oldidan, ya'ni 6-kun 7-8 yoki 7-8-9 bu 3 kuni hajniki oylar deydi, bu 3 kunni bu yer tutadi. Qolgan 7 kunniki o'zini hajniki faoliyati tugagandan keyin hajning faoliyati 13 kun tugaydi, şu şeytan taşıtıp çıkıyordu da 13 günde. Mana 13 kundan keyin o adam yoki haramda yoki uyga berib bo'lgandan keyin 7 kuni shu vaqtning o'zida bu adam nima qiladi? Ro'zachi 7 kun u yerda tutadi. Shuni bilan anidan keyin bu odamning o'zi mana haj tamattu men mush shaklda bo'ladi. Agar bu adam u hajniki şu aldıda 3 günni ro'zachi tutamaptı. Tutamagan bo'lsa, o qanday qiladi? Yani 7-8-9 kuni o adam qurbonlik qilish yo'q, imkon bo'lmagan ekan, o'shan o'zida u odam o'zi 3 kun ro'za tutish kerakdi. U 7-8-9 kun tutamagan bo'lgandan keyin, o'shan o'zida bu odam bir qo'y qon qilishchi kerak bo'ladi. Endi bu ish uchun mushu. Endi hajtamattu qilgan odamning o'zi men başta ihram bağlagan vaqtida ömürge ondan keyin ihramdan chiqib men haj qilaman, haj tamattu qilaman degandan keyin bu odamniki asli nemis bo'yicha aşağıda qurbonlik qilgan malniki o'zini uydan yoki bo'lmaydi yo'ldan olib kelish bu yaxshi. Endi u odamniki o'zi agar shu qurbonlik qilgan malniki o'zini yoki to'ga yoki kala yoki shu narsaniki o'zini bu odam aşağıda yetlab epmeyip aldigan shundoq epmagan bo'lsa, uçaniki üzde, men epmagan vaqt üzde Allah'da bunugan qilada, yani taqlid qiladi. Uçan üzde mena qurbonlik qilgan narsa, buni ashtaqda hozirhamdi mashinada qilgandiki ushum yuni bo'ldi. Endi ashtaqandiki bu odamniki o'zi u yerda qurbonlik narsaniki epmagan vaqt o'zidan, agar haj tamattu qilgan odamning o'zi qurbonlik qilgan malning o'zini bu odam haj faoliyati qilib bo'lgandan, umr faoliyati qilib bo'lgandan keyin ihramda chiqmaydi. Bu nihoyat diqqat qilishga ish. İhramda çıkmay, o adam şu 8 gün ihramdaki işi tutturdu. İhramda işi tutturup, ihramda çıkmay, şu betim o adam anadaki 8 güne 9, 10, 11,
9-13 gün andaki bütün faaliyetini kılıp andaki ihramdan çıkıp ihramdan bırakılan çıkkanço boludu. Mana bu kurbanlıkni bil etmağılgan yoki bil etmamay yoki bo'lmay shu kun shu yerda eplas qilaman desa o'chani o'zida boshqa. Ammo bil etmagan bo'lsa ish uchun mushtaq bo'ladi. Endi haj tamattu bu aslida bu Makka rayonlariniki o'zidan Makkada turayotgan odamlarga haj tamattu qilish uchun bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram degan oyat bor. Buni asosan Masjid-i Haramda hazırlık turvatqa adamlık haj tamattu qilish yo'q degan. Bu haj tamattu'da qilgan adam Makkaninki rayonida tug'magan, ya'ni miqatniki sirtidagi insonlarga haj tamattu qilish bo'ladi. Ammo miqatniki ichidagi mana odamlarniki o'ziga mana bu hech qanday vaqt o'zidan haj tamattu yoki haj qiron qilamiz deydigan men bunda bir ish qattiqcho bo'lmaydi. Bunun için dikkatli kılış gerek. Şimdi yeni bir hac var. O hac kaosu hac kıran. Kıran degen esi yakınlaştırılan hac degen gap. Yani iki ibadetini bir yakınlaştırıp bir ahlık kılmayan degen gap oldu. Yani o adamlık özü miqatta o adam hac ve ömürge ikilisi bir ahlık ihram bağlap. Yani herhangi bağlandıyken yani ihramdan çıkmayın. Mana ikkilisini nemiz o'xshash qilib, andiki shu ihrom bilan haj faoliyati tugatdi degancha gap bo'ladi. Endi bu haj qiron bu mana bu yana deydi, bu haj qiron asli tamattudan afzal degan mushtaq ko'z qarashchi bor. Haj tamattu din bu ma afzal deydi. Unda o'g'andikin haj tamattu afzal dedi, qiron ifratdan bu haj qiron tamattudan afzal deyildi. Endi bu haj qironninki shakli qandoq desa, men bu haj qiron qilmoqchi bo'lgan odam shu haj bilan umrga miqatdan biroqni ihrom bog'laydi. Ham shu biroqni ihrom ham nima deb Allohumma inni uridul hajja ol umrata fayassirhuma li va taqabbalhuma minni dedi. Ya'ni buniki Uyg'urcha, ey Alloh, men haj va umrni iroda qilib hozir niyat qilaman. Ay Alloh bu ikkisini menga nima qilsa asan qısla ve mende kubul qısla degan Uyg'urcha mush gapni desakmichi bo'ladi. Agar imkon bo'lsa arabchaning deganimiz umi yaxshiroq, ammo Uyg'urcha mushta desakmichi bo'ladi. Ashta deb haj bilan umrniki ikkilisiga bir xil ihrom bog'lab, mana bu odam mushtaqchi qiladi. Qaldiki bu odam Makka kirdi, Makka kirgandan keyin shuning umr uchun mana tavob va sa'i qiladi. Tavap sa'i qilib, o adamning o'zi u yer ihromdan, ya'ni umrga, ya'ni Makka kirgandan keyin ham umra ham haj degandan keyin o adam Makka kirib shuni umrning faoliyati qilib, mana tavop qilib sa'i qiladi. Sa'i qilib mana 12 yeni bir ihromdan chiqishdan iborat bo'lgan 5ni tushirish yo qisqartish degan ishni qilmaydi. Qilmaylar shu betim o adam tutib turdi. Ondan keyin shu 8 kuni bo'lgan vaqt o'zida agar 8 to'g'ri kelib qolsa ashunda eğer o adam undaq qilmasa 8 gün saqlab turib, 8 gün şu miqatda ihrom bog'lagan ihrom bilanlar andiki 8 gün Minaga chiqib, mana 9 gün Arfatga chiqib, andiki qolgan faoliyatlarni men mushtaqchi qildim. Mana qilib shuning bilan andiki bu odamning o'zi sa'i bilan yiliqi umrlik faoliyat qilib bo'lgandan keyin men 8 gün chiqishdagi oldidan bu adamniki o'zi bir tavop qo'yadi. Ayada tavop qudum deymiz. Chunki haj qilgan adamniki qilgan tavobi ham say bu umrning oldi. Endi bu adam uni qilib bo'lgandan keyin anidan haj faoliyatini boshlab, mana tavobi qudum deydigan bir tavop bor. O tavopni bu adam u yerda qildi, u yerda saychi qilmaydi. Tavopni qilibla turdi. Endi o adam mana bu 8-13 günlük üzüden men şeytanga mena Arpat badi mena Muzdalifa keldi, Mina keldi, şeytanı taş attı. Taş atqa vaqt üzüde o adam qurbanlık qilish vacib bo'ldi haj qiran odamniki. Ya'ni haj tamattu'dan haj qiran odamniki gadiga qurbanlık qilish mena vacib bo'ldi. Ammo haj ifrat odamniki gadi qurbanlık qilish bo'lmaydi. Agar qilmasa u yaxshi. Agar adam
Mana u qurbonlik qilishga u odamniki kuch yetmaydi ekan. Ya'ni haj qilgan odamning, ya'ni o'chaning o'zida bu odam haj tamattu qilgan odam o'xshashda mana ro'za tutadi. Ya'ni o ro'za degan gap, ya'ni hajniki faoliyati boshlashdan burun, ya'ni 7-8-9-kuni, ya'ni u yerda nima qiladi? U yerda ro'za tutadi. Yoki 6-kundan boshlab mushta ro'za tutadi 3 kun. Onundan keyin anidan haj faoliyati tugagandan keyin 7 kun u odam u yerda nima qiladi? Mana turdi. Mana u odam 7 kunni onundan keyin haj faoliyati qilgandan keyin andiki 7 kun u yerda tutadi. Endi haj qilgan odamniki o'zi qanday qilibdi? Shu miqatning o'zidan umr bilan hajga ihrom bog'lagan. Bog'langandan keyin u odam shu Makkaga haramga kirib, mana bu ömür faoliyati qilib, uniki ihromdan chiqmay, undan keyin bu hajniki faoliyati bo'lgan tavob qudumni qilib etib, sayni qilmay, undan keyin u odam to'moqchi. Endi bu odam qanday qilibdi? Shu ömrniki o'zini miqatilla shu ikkisiga ihrom bog'lab haj qilaman deb, biroqlar shu 8 yo 9 kuni qilib haram kirmayli Uttula Arfatga ketib qolibdi. U Uttula Arfatga ketib qolgan bo'lsa, men bu odamniki haj qildim degan niyati o'chani botilib ketdi. Chunki u odamniki o'zi bu umrni qilman, umrga niyat qildim, ihrom bog'ladim degan gap, bu umrni faoliyat qilmadi u odam. Qilmagan bo'lgandan keyin bu odamning umri u botil bo'ldi, chunki u odam Arfatga ketib qoldi, endi Arfatga qolib qolsam bo'lmaydi deb, shunga bu odamniki umri botil, umri yo'qolib ketgandan keyin bu odamniki o'zidan mana bu ömrni qilmagandan keyin o'chaningizda bu qurbonlik qilish vojib bo'ladi degan gapniki o'zi shu o'chan o'zida bo'lmaydi. U qurbonlik qilmasa uchun bo'ladi. Ammo u odam ayada niyat qilgan vaqt o'zida, ihrom bo'lgan vaqt o'zida umra va hajga degandan keyin umrni qilmagandan keyin bu odamniki o'zi u odamning yoniga umrdan iborat bo'lgan bu vojib tark etgandan keyin bu odam shu vojib tark etganlik hisobidan bir qurbonlik qilish uçanık üzüden ne bolu uçan üzüden men vacip buludu. O bu kurbanlık kılışın vacip buluşu ömrünü kılamay vacip olan emelini terk etkenlik sebebidir kurbanlığını kılış vacip. O adamı geldi diye kelercin mene ya ki onun deyken şu kılamay keppagan aşın niyet kılıp ihram bağlap keppagan aş kılamagan ömrününki kazası kılış o adamın geldiğini buludu uçan üzüden vacip buludu. Onun ne kılış gerek? O vacipteki üzünü men yoki hamma ilaqi bajlik faoliyati qilib bo'lgandan keyin ya Madinaga kelib yoki u yerga kelib yoki olmaydi shu yerda qilib bir umrning qazosini men ash qilamagan umrniki men hozir mana qazosi qilyaptim deb uni qazosi qilish kerak. Ammo shu umrniki o'zini shu haj faoliyati burun qilaman degandan keyin uni qilamaganlik sababidan u odamniki vaqti kechiktirayotgandan keyin u odamniki yerda qurbonlik qilish vojib bo'ldi. Ama ömrde kalamagandan keyin kechiktirishniki jazosi qurbonlik qilish, ama onun qazosini o'zi nim bo'ldi o'chaningizda haj faoliyati tugagandan keyin yo shu yilda yo shu vaqtning o'zida yo kelarjil men uyga berib kelib yo boshqa darhol uni qazosini bir qator qilish kerak. Mana men shu ihrom bog'lagan shu umrniki qazosini men umrni qilamagandim. Men mushu umrniki qazosini men hozir qildim deb o'sha niyat qilibchi o'chan o'zida miqatniki o'zida men ihrom bog'lab ashudaqchi qilib kerak. Mana bu hajniki mana haj ifrat, haj tabattu, haj qiron men mushundaq hajniki 3 xil bo'ladi. Ammo buniki o'zining mushundaq ayrim mujda bilib tushunib o'qirimiz, qilganimiz mana ibodatni, haj ibodatni nihoyat yaxshi. Ammo buni bilmabdi. Haj qiron degan nima, haj tabattu degan haj ifrat. Ammo uttuli beriblar şu degandek aşıdak miqatda ya miqatın aldığı kilipla aşı ihram bağlap mena aşıdak tegişlik aşı ibadet aşı tavap sayni onu Arfat vaqaza qilgan bolsak uçan üzde men muşu işlarni qilib şunun bilan hajdan iborat bo'lgan bu farz mena ado bo'laverdi. U bo'lmaydigan ish yo'q. Ammo bu haj tamattu, haj qiron, haj ifrat degan gapni buni bilib turib qilsak u texmi yaxshi. Ammo bilmabdim mushtaqchi o'ttirib qildik. Uçan üzde umumiy bo'ladi, durustchu bo'ladi. Mene Allah Teala hemmimizni benim şu Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah'ın ki şu talimat boyunca şunda ibadeti doğru bir şekilde mene kılışka Allah Teala hemmimizni muvaffak kılsın. Hemmimizni mene hac ve ömrünü kılışka Allah Teala men uluk caylarını mene ziyaret kılışka Allah Teala nasip kılsın.
Bizdeki dersimiz müşahit olsun ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.